masoili to'y, kengashlarimizga qancha isrof zulmlar bor. Bu bachani bellariki uzildi kullan. Bachaka hatto o'zini omoda bo'lganki o'zini o'ldirsa. 12 yil nomzoddi bacha. Omoda bo'libdiki, o'zini barqa bersa va hatto barqa beribdi, ba'd az 10 ro'z 15 ro'zdan to'g'ri shifoxonadan so'ra yeltilgan, hanuzdan bacha sahih, sihatmand solim bo'lgani yo'q. 100 ser, 150 ser birinchi o'ziga damlaladi. Kim ber olsin baliyozi Xudo bu zulm emasmi ko'rilib to'xtagan zulm. Va yana ba'zi qavmlarimizga bor, og'ir tushmasin. Vallahi ki baxotir bir mas'uliyatimiz uchun aytaman. Shu nasli javonni xor, tavhin, tahqir bo'lganligi uchun aytaman. 10 talab, 15 talab ro'zona ko'rasizlar gulgun kafan qilib bechoralarni olib keladi. Valo faloni joyga tirandozlik bo'ldi, valo faloni joyga o'ldirildi, valo faloni masirga daralarni ichidan yumaladi o'ldi deb. Shu bormi yo'qmi jamiyamizning ichiga? Zulm degan, zulmni shohi dumiki yo'q. Hozir ba'zi rivojihoy degani ham biza topganmiz. Banomi buzkashi, banomi futbol, to'p beradilar, kurash beradilar. Kurash ustiga motorsikl qo'yiladi, motor qo'yiladi. Tevahoyki 80 ming afg'oni qiymati bor qo'yiladi. Baliyozi Xudo ne islomga bor, ne shariatga bor bu narsalar. Ta soat 4 baja yo 3 baja shabgacha, kechagacha bu to'pga sayl qiladi. Biz sizlar ko'ramiz borib, ba'dan erta farzi ilohiyga hatto namozi farzni qatoqtasin sunnatini payg'ambar islom aytdilarki, otlarda tayiga tika bo'lib ketganim yaxshida, vali bomdod namozini sunnati tark bo'lgandan qaysi namoz o'qiladi 3 baja shabgacha o'yiga kelib yotgandan so'ngra? Zulm emasmi? Shu kishiga shuncha katta to'y beradi, siz so'rab ko'ringki bor, pahlusiga hamsoyasi och yotadi ertagacha, zajja va nola qiladi bechora ochlikdan va farzandlariga ham zimiston kelyapti bor, oyog'iga kiyiday kapshi ham yo'q. Hazrat Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhu aytdilar-ki, u sahoba aytdi, zolim kishi zulm jamiyaga bo'lsa yo qilsa o'ziga zarar eshittiradi. Aytdilar-ki, bor vallohi la tamutul hubara fi wakriha li zulmi zalimi. Qurboni bo'lsam bulardi. Aytdilarki, shu farandacha kichkinagina qush ham agar lonasini ichiga o'sha yenini ichiga o'lib qolgandek bo'lsa, zolim kishilarda, isrofkor kishilarda zari'a va sababi bilan shu ish bo'ladi. Sen aytasan zolim faqat o'ziga zarar eshittiradi, wala boshqaga zarar bermaydi. Hubaro bir maydagina farandayki hatto lonasini ichiga zulm zolimdan o'lgandek bo'lsa, biz sizlarki inson biz, hayvonot mavoshiki ashaddan niyozi zarurati bor, lahza balahza yeb to'xtamasa bo'lmaydi. Bu qanday tirik qolsin aziz og'alarim? 15 yil bo'lgan nomzoddi. $10,000 mahri, ba'dan uni to'yi, undan sonra masoilhoy isrofot ziyofiki taqozoy famil va ayollar qiladi. U ham fikr qilingki bir bachani mutta qabla an tamuta. Xudo ifo ko'sha hayoti zindaligini ki oxirin marhala qo'yib o'sha hayotga nasibini dunyodan kelsa, undan ilgari meni siz o'ldirdingiz. Lihozo ham meniday olimlarning mas'uliyati, ham yoshliqlari kattalariki o'sha ulusvollarga bor shularning mas'uliyati va ham hukumatning mas'uliyatiki bor bunday bir isrofot bejoyki haqiqatan zulmda buni qo'lidan tutishligimiz kerak. Mana shu narsalar sabab bo'ladiki osmondan Alloh mutolda rahmati enmashligiga, undan sonra dod fiqon qilamiz-ku, valo namozi istisqo namozi boron o'qiymiz.